Esimdan birinchi tanishuv, Instagramda yozishuv, birinchi ko'rishuv, yopish bo'ldi mangu. Unaqa qiziq o'ylamadim, realniy tanishuv. Amayli buni gazini berish kerak endi-ku. Mayli, inja bu xarakteri, amayli ishondim, u meni sevar edi. U men bilan faqat kulib yozisharmi desam, direkti to'la. Yo burchalari bilan senga dil qilganda, doim telefoningni o'chib, Instagram yoki ketasan dedi хочу. Oxirgi paytlar doim ishtahing qichuv, chunki akajoning galanskiy sigirku. Bir xotirani eslab o'tmishga qaytamiz. Onasi o'qmagan, biz buni bilamiz. Spakorni qo'yadi gapirganda uyalib, men ahmoq uchratdim baxtimni deb. Tushdik niqobini yech, joningdan bu sport niqobini yech. Tushdik niqobini yech, joningdan musliman niqobini yech. Tushdik niqobini yech, joningdan bu sport niqobini yech. Tushdik niqobini yech, joningdan musliman niqobini yech. Qaragina xoyni og'ani menda yo'q birin, uyan kutgan ekan seni ayriliq xating, shunchalik pastkashmiding jigaring, ani cho'tdiyam bo'ysundirdi men bilan meni aybim, seni rashk qilganim, abu kim desam akang deb ishonganim, seni oldinga peshkom borganim, bo'ldi bildim jentragalishdi qadrim. Bu kim akajonim, bu kim ukajonim, apis qilaman ularga boshqacha mehrim. Bitta savolli, senga bormi keragim, seni qiynab qo'yadi mani bu savollarim. Voye, ikki qat makiyajing yana o'rab olgan soxta bu ro'molning, faqat ko'z ko'rinmoqda uyam bo'lgan preking 96ga. Endi siz baho bering. Tushdik niqobini yech, joningdan bu sport niqobini yech. Tushdik niqobini yech, joningdan musliman niqobini yech. Tushdik niqobini yech, joningdan bu sport niqobini yech. Tushdik niqobini yech, joningdan musliman niqobini yech. Akajonlaring, o'rtoqjonlaring, yana paydo bo'pti ukajonlaring, ukajonim deb sigir qilib sog'laring.